Book recommendation. Yig'lash uchun. Agar siz kechqurun soat 2 da ezilib, yurakdan siqilib, burninglar bitib qolguncha yig'lamoqchi bo'lsanglar, bu kitoblarni aniq o'qishinglar kerak. Xo'sh, birinchi kitob bu Shamol ortidan yugurib. Spoilerlar berib, men kitobni hammasini aytib o'tirmayman, lekin kitob nima haqida ekanligini qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bu kitobda asosan ikki do'st haqida berilgan, asosan do'stlikka bo'lgan sodiqlik haqida, Afg'onistondagi hayot va qanaqa ahvoldaligi haqida berilgan. Bu kitobdagi adolatsizlikni ko'rganinglardan keyin ko'zingizga aniq yosh keladi. Ikkinchi kitob ham xuddi shu avtorning Ming quyosh shu'lasi degan asari. Bu ikkala kitobni ham men ruschasini o'qiganman, lekin bularning o'zbekchasi ham bor. Taqdir taqozosi bilan bir uyda yashashga majbur bo'lgan ikki ayol qismati. Birinchi ayol bu Maryam bo'lib, uni 15 yoshida otasi tengi odamga erga bera olishadi. Ikkinchi ayol esa Leyla. Maryamdan farqli o'laroq uni yoshligi baxtliroq o'tadi. Kitobning asosiy mavzulariga qaytadigan bo'lsak, bu Afg'onistondagi ayollar taqdiri, ularning huquqlari va ularning vaziyatiga qaramay u ikki ayolning do'stlashishi haqida. Xolid Husayniyning kitoblarida shunaqangi qiyinchiliklar berilganki, sizlar hozirgi yashayotgan hayotingizga shukr qilasizlar. Chunki sizlarning hayotingizda hozir bo'layotgan qiyinchiliklar u kitobdagi muammolar, vaziyatlar, qiyinchiliklar oldida hech narsadek tuyuladi. Men bu kitoblarni o'qib birinchi o'rinda shukr qilishni o'rganganman. Bu videoni albatta ikkinchi qismi ham bo'ladi, chunki yig'lashga majbur qilgan kitoblar meni juda ham ko'p. Shu bilan xayr.